Saturn haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Og'abek, familiyasi Abdumo'minov. 22 yoshda, Qashqadaryodan, lekin Surxondaryo va Qashqadaryoni bitta deb biladi. Asl millati arablarga borib taqaladi. Vazni 70 kg, bo'yi 1.77 cm. Ichmaydi va chekmaydi. Oktagon ligada debyut qilgan. Debyutida yo'q, g'alaba qozongan. O'zbek Tayson bilan yaqin do'st va ular internet orqali do'stlashishgan. Onasining ko'zining rangi Saturnga o'xshagani uchun bu nomni tanlagan. Yoshligida juda qiynalgan. Bono Ikromovani meni tengim emas degan. Toshkentda o'qishga kirgan, lekin kontrakt to'lolmaganligi uchun o'qishdan haydalgan. Toshkentda yashaganida ko'chada qolib ketishiga to'g'ri kelgan. Kelajakdagi maqsadi sportdan ketish va Tayson bilan Tayson somsaxonasini ochish. Tio Timur bilan urushib qolgan. O'zining Gentra mashinasi bor va shu mashinasi orqali Yandexda ishlaydi. Mashinani arendaga olgan. O'zini Oktagon liga qiroli deb biladi. Keyingi jangi 11-mayda bo'ladi. Bu jangga tayyorlanish uchun uyda shug'ullanyapti. Lezginga raqsini yaxshi ko'radi. Salto otishni biladi. Futbolga qiziqadi. Real Madridning fanati. Ronaldoni yaxshi ko'radi. Saturn hammani Hayit bilan tabriklagan. Odilxon bilan erka bilan tortishganida uxlab qolgani uchun yordam bera olmagan. Mashinasida avariya bo'lgan. Erkablanga vizov tashlagan. Mashinasiga yigit o'lsa ham nomi o'lmaydi degan so'zni yopishtirib qo'ygan. Odilxon Saturn jangiga muxlislik qilgan. Klassika uslubdagi kiyimlarni yaxshi ko'radi. Saturn o'zini bo'ri deb hisoblaydi. Jasmina ismli qiz bilan yaqin do'st, lekin juda ko'p ular urushishadi. Oktagondagi jangida yosh bola bilan urushgan. Habib energetikni yaxshi ko'radi va shu energetikni reklama qilib chiqqan. Birinchi jangida gladiator obrazida chiqqan. Oktagon liga jang berganida yig'lagan. Kamel karate bilan jangdan so'ng do'st bo'lib qolgan.